Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bugun Baqara surasining oyatlarini inshaalloh tarjima qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ushbu kitob Qur'on shubhadan xoli va u shunday taqvodorlar uchun hidoyat manbaidir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ular Muhammad alayhissalomga keltirgan xabarlarga g'oyibona iymon keltiradigan, namozni barkamol o'qiydigan va biz rizq qilib bergan narsalardan sadaqa va ihson qiladiganlardir. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Yana ular siz Muhammadga va sizdan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan narsa, ilohiy kitob va sahifalarga iymon keltiradigan hamda oxirat, qiyomat kuniga qat'iy ishonadiganlardir. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Aynan ular Parvardigorlari tomonidan ato etilgan hidoyat uzra barqarordirlar va ana o'shalar oxiratda najot topguvchilardir. Innal ladzina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Haqiqatan kufur, iymonsizlikdan kishilar ularni ogohlantirsangiz ham, ogohlantirmasangiz ham ularga baribir iymon keltirmagaylar. Khatamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim ghishawa va lahum azabun azim. Ularning dillari va quloqlariga Alloh muhr urib qo'ygan, ko'zlarida esa parda bor. Ular uchun ulkan azob tayyorlab qo'yilgandir. Wa minan nasi man yaqulu